Bolalarini olib ko'paytirib yursalaring 10 yil daromadini qiladigan vajilar yetib keldi o'zimizga akalar. Qirg'iziston, Bishkek. Mana razrezlarga bitta ahamiyatni berib qo'yasiz qo'ylar. Birorta bir dumbovoshi osilgan, ipon quloqlardan qulog'i hali tiq tegmagan. Mana Mash qo'ylarni olib daromadini qilaman deganlar telefonni qilaverasizlar. Yoshliklari 4,5 oylik atrofida, bo'ybaslari 7 yosh atrofida. Keyingi partiyamizga mana bir jup yarichkasidan avgustda qo'chqorni qo'shib 10 yil daromadini qilaveradigan variantidan bir jup yetib keldi. Hammaga assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar. Xudo xolasa videoni erinmasdan oxirigacha ko'rib turinglar. Qo'ylarni velikantlardan, gigantlardan yetib kelgan akalar. Muhimi yosh variant akalar. 10 yil xotirjam bolasini olaman deb yurgan bo'lsangiz, mana mana shu qo'ylarni sizlarga tavsiya qilaman akalar. Hammaga assalomu alaykum deb biz syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida syomka qilyapmiz akalar. Xudo xolasa bugun hafta kunimizga seshanba 2026-yil 2-iyun sanasi bilan syomkalarimizni boshladik. Xudo xolasa qo'ylarni qaranglar, uzun-uzun limuzullardan yetib kelgan. O'ta ham bahaybat, haqiqiy uzoq yillar bolasini olib ko'paytirib yuraman degan kunlarimiz bugun telefonni qilaverasizlar. Muhim akalar, yosh variantidan bunaqa dumboshlar tikka terilgan yosh variantidan qo'ylar akalar. Birinchi partiyamiz akalar soni 5 dona o'zimizning qo'ylarimizda xolasa narxini yo'lida qilib, elga qaraganda, boshqa yerlarga qaraganda akalar, xudo xolasa 500 ming arzon chiqarib berishga harakat qilamiz akalar. Hamma yerda ko'ryapmiz akalar 9,5, 8,5 chiqarishyapti. Biz lekin xudo xolasa ancha yo'lida qilib, chiroyli sizlarga o'sha manfaatli bo'ladigan, o'sha daromad qiladigan, sizlarni o'ylagan holda narxini yo'lida qilib, chiroyli qilib beramiz. Akalar, muhimi qo'ylar yosh, bir dona akalar 4 tishi bor, bir dona 2 tishi bor. Qolgani qo'z akalar. Hammasi birinchi tug'um, ikkinchi tug'umga. Xudo xolasa hali qisir qo'chqorlaring bo'lsa, qo'chqor zorini qo'shib mana boshladi. Bunaqa solpinmas yo'q mana. Bu qo'yda qarang, o'tda ham oldi ketlar bir xil shu zorlardan yetib kelgan. Jonivorlarni qarang. Agar xo'p, bularni ma'lumotga keladigan bo'lsak, shu yoshlarni aytdik, bo'ybaslar akalar 85 plus minusda 7 ishchiga kafolati 1 hafta 10 kun sinab olasizlar. Xotirjam. Mana akalar ichida akalar 10 millionga berilmagan qo'y ham shuni ichida ketyapti. Hammasini bir joyga olaman desalar akalar, ko'p cho'zmaymiz akalar, narxini avvalo sizlarga o'sha bo'ladigan, o'sha oldi qochdi gap keragi yo'q. Chiroyli qilib narxini qo'yib beramiz. 7 million 200 ming so'mdan bir joyga ketaveradi. Tanlab olish akalar 10 millionga berilmagan qo'y ham bor ichida. Lekin hammasini bir joyga olib qo'ysalaring, yutasizlar. Bu qo'ylarni qarang, ikkita qora bayiridan kelgan bu. Ol to'shini qarang, jonivordi. Qirg'iziston Bishkek mana. Oldi ketdi bir xil jonivorni qarang. Mana shular ham mana qo'zi. Mana jonivorlar qarang, hammasi bir-biridan go'zal yosh variantda. Mashinasi yaqinda boladan ajradi, mana shular 4 tish mashinasi. Qolgani o'sha bitta mana bu katta gigant qo'yimiz 2 tish. Qolgani o'sha qo'zi variantida. Mana uzun-uzun limuzullardan yetib kelgan akalar. 7 million 200 ming so'mdan bo'lsa bir joyga ketaveradi. Telefon qilaveringlar akalar, xudo xolasa ishlaring bitadi. Mana videoni erinmasdan oricha ko'rting. Qo'ylar zo'rlardan yetib kelgan. Mana qo'yda qarang, jonivorlar mana shilpon qo'laman, yuzlarga bitta ahamiyat. Ashi ham qo'zi. Bunisi ham qo'zi. O'tidagisi ham qo'zi akalar. Bu qora bayir nima deyapti? Qora bayir. Bu jonivorni bu to'shlarga bitta ahamiyat berib qo'yasizda. Bu qo'y ha. Qo'y ko'rinishini ochib qo'ydi. Mana o'tda boshqacha qo'ymoq. To'shlarni qarang, jonivorni. Mana akalar tanlab olishga kelishamiz akalar. Lekin hammasini bir joyga tashlab qo'ysalaring, xudo xolasa ishlaring bitadi. Videoni erinmasdan oxirigacha ko'rib turing. Keyingi partiyalarimizni olib chiqamiz. Keyingi partiyamizga Qirg'izistonda yarichkalardan so'raganlarga mana 3 dona yetib keldi. Qo'zi, bo'ylari 80 atrofida. Mana qo'chqorga tayyor variantda yuzlariga bitta ahamiyat berasiz. O'tda ham kelishgan tikdumba. Avgustda qo'chqorni zorini qo'shib 10 yil bolasini olsizlar. Hammasi yosh variantdan yungini o'zi to'kadigan, shikalantirang bo'lib ketadigan buni yuzlariga, to'shlariga bitta ahamiyatni berib qo'yasiz. Jonivorlarni qarang, bir-biridan go'zal, haqiqiy idealidan so'raganlarga yetib keldi. Qo'y o'zini o'zi maqtaydi. Xudo xolasa bunga maqta o'zi shart emas-u, lekin qo'ylarni tashab qo'yinglar. Zo'rlaridan qiziqqanlar. Bo'ylari 80 atrofida o'sha xudo xolasa kelishtirib, yo'lida qilib, chiroyli qilib beramiz akalar. 6 million 300 ming so'mdan bir joyga ketaveradi. 3 donasini olsalaring.
Xudo xolasa hamma yerga solishtirib olasizlar. Qo'ylar Qirg'iziston uzun-uzundan hisorini o'sha uzunlardan yetib kelgan yungini o'zi to'kadi. O jonivorlarni qarang. Hammasi bir-biridan go'zal, idealidan so'raganlarga yetib keldi. Soni 3 dona, ulgurib qoldi. Mana telefon qilaveringlar, ishlaring bitadi, xudo xolasa. Yo'q bo'lsa biz agar sizlarni kutib turmay oldi, keyingi partiyalarimizni olib chiqaramiz. Bor qolgan ma'lumotlarni telefon orqali ham gaplashaveramiz. Dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab bor. Ularni qarang, yoshlilar bir 6-7 oylik atrofida, bo'ybaslar 75. Mana jonivorlarni qarang, haqiqiy idealidan so'raganlarga bir jup yetib keldi. O qarang, jonivorlar istokalarga bitta ahamiyat berib qo'yasizda. O'ta ham go'zalidan. Yedisida umuman muammosi yo'q. Bir hafta yedirib ichirib sinab olaverasizlar. Xudo xolasa dastavkalarimizni uyushtirib chiroyli narxlarda qilib beramiz akalar. 10,5 million so'm bo'lsa jupi ketaveradi. Telefon qilsalaring xayriga o'tib ham beramiz. Mana telefon qilaverasizlar. Shikolat rangidan so'raganlarga mana bir jup. Jonivorlarni qarang, haqiqiy neobichnisidan yetib kelgan. Telefon qilinglar, xudo xolasa ishlaring bitadi. Mana. Mana akalar telefon qilaverasizlar, xudo xolasa ishlaring bitadi mana. Uzun-uzunlardan so'raganlarga. Keyingi partiyamizga mana Qirg'izistonda qo'chqar qo'zlardan yetib keldi. Soni 4 dona. Qiziqqanlarga tavsiya qilamiz mana. Arashan paroda qo'chqar qo'zlaridan mana. Qaranglar, oq yuzidan narxi akalar 4,200,000 so'mdan xayri bor. Telefon qilsalaring ishlaring bitadi. Tanlab olishga kelishamiz. Mana qilari bor. Mana zo'r-zo'rlardan hammasini bir joyga olib qo'yinglar. Maza qilib uzoq yillar daromadini qilasizlar. Baq qo'nglashi. Mana uzoqdan beri qo'ylarni qaranglar. Oyoq qo'llari, iliklari baquvvat-baquvvatlardan yetib kelgan. O'z soni 4 dona. 4,200,000 so'mdan bo'lsa bir joyga ketaveradi. Ulgurib qoldi mana. Yarishkalar narxi xudo xolasa qulay. O'tib beramiz. Aytilgan narx muhim emas. Xudo xolasa ishlaringni bitiramiz qo'ldan kelganicha. Bitta olasizlarmi, ikkita olasizlarmi, telefon qilasizlar, kelishamiz. Mana. Yarishkalaridan. Agar videolarimizda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'lsa, salomat bo'lsinlar. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin.